Assalomu alaykum. Men gepatit, sahirim bor, davlena bor. Doktorlarga bordim, sanatoriyalarga bordim. Lecheniyalar oldim. Yaxshi bo'lmaganimda, mana shu choylarni ichib yurganimda, 50 choylarni ichib yurganimda yaxshi yuribman. Assalomu alaykum. Hurmatli Mehrgiyoga kelayotgan mana shu yerdagi barcha odamlarni nima qilgani keldi. Men doim Mehrgiyoga kelib turaman. Mana 10 yildan beri shu yerda choylarni olib ichaman. Choylar, men gepatit nimam bor, sahirim bor, davlena bor. Mana shu choylarni ichib yurganimda, 50 choylarni ichib yurganimda yaxshi yuribman. Doim hamma vaqt kelsam yaxshi kutib olishadi doktorlari ham, mani qizlarim ham. Mana shu yerda barcha ishlovchilar yaxshi kutib, menga beradigan dorilarni berishadi. Shularni ichib yuraman. Mana hozir yoshim 72 ga kirgan o'g'lim. Hurmatli barcha odamlardan so'rayman, 50 choyni ichishni tavsiya etaman. Dorilardan ko'ra mana shu giyohlardan tayyorlangan 50 choyimiz yaxshi. Doktorlarga bordim, sanatoriyalarga bordim, lecheniyalar oldim. Ular nima qilgan yaxshi bo'lmaganimda, yaqin mana shu 10 yildan beri men mana shunaqa kasalliklar bilan yurganim uchun bir kishi menga 50 choyi tavsiya etdi. Shu 50 choylarni ichib keldim. Kelganimda doktorlarni ko'rib, mana shu yerda ishlovchi yigit vrachlar ko'rib, kutib, bizni mani qizlarimiz kutib olib, yaxshi tavsiyalarni berib, mana 50 choy ichib yuribman. Xudoyo tenjagingni sog' bo'lsin. 50 choyda ishlovchilarni, doktorlarni, hammalarini tenjonlari sog' bo'lsin. Ko'p yashashsin. Biz singarim bo'lib yursin. Mana shuni orqasidan Ka'balarga bir ham keldim, choylarni ichib, nima qilib 2 marta mana doim hamma shunaqa bo'lib yurishni so'rayman.